savdoda 3 xil klient bo'ladi-da. Birinchisi keladi, shu yaxshi muomala qiladi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz, tuzimisiz deydi, narsasini oladi. Ketsam bu nima pulni beradi, ketaveradi. Misol uchun lishni savol, lishni javob nima qilmaydi. Ba'zilari bor, kiradi, salom bersangiz, na salomga alaykum beradi, na nima deydi? Na yaxshi muomala qiladi. Keyin ana ular svejimi deb o'zicha seryozni bilib nima qiladi, gapiradi. Yana bir xil klient bor, kiradi, hamma narsani so'raydi, lekin olmasdan chiqib ketadi. Shu asabiy shu narsalarga buziladi, lekin ahamiyat bermaslikni tavsiya beraman, chunki har bitta klientga bunaqa klientlarga e'tibor bersangiz, turmaysiz savdoda.